Soat 1:30. Soat nechida keldim? 9dami? 9da uyga keldim. Charchaganman deb o'yladim, o'shanga shunaqa bo'pti dedim. Lekin uxlab turdim, boshim chilpire, ishoninglar. Mana qaranglar, tushuntirish qanaqa bo'pti. Kacheliga buni parkka borasizlar, attraksionga uchasizlar-da, attraksion silishkim qattiq bo'lsa boshingni aylanib, ko'nglingiz ayniydi-yu, ana shunaqa ahvoldaman. Bu hissiyot meni tark etmayapti. Mana shu yurgan yo'limda boshim pir yotsam-ku tasavvur qila olmaysizlar. Mana shunaqa boshim qo'yib yotdim mana. Boshimni balandroq qilyapman, чтобы ko'nglim aynigan ketsin debdi. Boshim shunaqa chilpirab bo'pti, ketmayapti bu. Mana уже bir haftadan yengilrog'ida oxirgi 3 kun ichida rosa ko'payib ketdi. Qora terga tushib ketyapman, boshim aylanib ketyapti. Rosa qiynalyapman. Borib yo analiz topshirishim kerak, yo qon quydirishim kerak.